Yoshligingda boja bo'lamiz deb niyat qilgan ekansan, mana boja bo'ldi. Aka, ku gapirma, qaynotamiz chaqiryapti. Dadajonimiz deb qo'yor. Sen bitta jentraga dadajon deysan. Men hayotda dadajon demayman. Yurchi bo'pti. Ha o'g'lim yaxshimisiz? Dadajon, yaxshimisiz? O'zi sog'lik, ahvoli zo'rmi? So'rash. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Anaqa bilan yaxshimi o'zlari? Yaxshi, hammasi yaxshi. Dadajon deb qo'yor, qiynalib ketding. Bo'ynimga qilish kelsa ham dadajon demayman. Shunaqa oltindan qilish keladi, dadajon deganini bilmay qolasan. Dadajon chaqirib ko'rib o'tiramiz. Kimning futbol ko'radi? Futbol. Bu kuyovim o'jari chiqdi-yu. Bolalarim, yuringlar bir joyga o'tib kelamiz. O'g'illarim, bu Yakkasaroy Saramatina joylashgan yangi qurilgan uylardan. To'g'ri xolos. Yuringlar ko'rsataman. Bu Detski. Aynan sizlarga mos xolos. Yana bitta Detski. Faqat bu Jenskiy turinglar. Bu Spalni. Dushi ham bor. Xolodilnik, duxovka, idish yuvadigan mashina, gaz filter, xullas hamma sharoit bor-ku. Xo'p, nima demoqchisiz? Siz Shu uy sotuvda ekan o'g'lim. Shuni sizga olib bermoqchiman. dadajon? Dada deyapti. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.